Yozgi ta'til bolalar uchun nafaqat hordiq mavsumi, balki bilim va tarbiya maktabi hamdir. Shu bois oromgohlarda mazmunli dam olish bilan birga milliy qadriyatlar, kitobxonlik va vatanparvarlik ruhini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan Yangi O'zbekistonning baxtiyor bolalari loyihasi doirasida Toshkent viloyatidagi qator bolalar oromgohlarida ma'naviy muhit va tarbiyaviy ishlar o'rganildi. Yozgi sog'lomlashtirish mavsumi bolalar uchun nafaqat dam olish davri, balki ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ma'naviy axloqiy dunyoqarashini kengaytirish, chin insoniy xususiyatlarni qaror toptirishga xizmat qiladigan muhim tarbiyaviy jarayon hamdir. Ana shu jarayonning samarali kechishi esa bevosita ma'naviy muhitga bog'liq. Ma'rifat targ'ibotchilari Toshkent viloyatidagi Ukam hamda Anor bolalar oromgohlarida bo'lisharkan, maskanning milliy qadriyatlar ruhida bezatilishidan tortib, kutubxona fondi, to'garaklar faoliyati, kunlik dasturning mazmunan rang-barangligi, bolalar bilan ishlovchi xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish masalalariga e'tibor qaratdilar. Oromgohdagi ma'naviy muhitni yanada yaxshilash bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar bildirildi. Ustozlar bilan birgalikda bu yerda oromgohda shu bolajonlar uchun ma'naviy muhitni yanada bir go'zallashtirish uchun tavsiyalar berdik. Ya'niki o'sha tushlik paytda hamma birgalikda o'tiradigan bir maqom, o'zimiz sokin o'sha maqom qo'shiqlarni tinglab o'tirishsa, keyin o'sha o'zimizning azaliy qadim o'yinlarimiz borda, o'sha o'yinlarni o'ynasa, ham aqlan ham jismonan bir rivojlantiradigan o'yinlarimiz ko'p. Shularni tavsiya qildik. Sir emas, ko'pchilik bolalar telefonga bog'lanib qolgan. O'sha chet el multfilmlariga, xorijiy bir qahramonlarga bog'lanib qolganda, biz o'sha o'zi azaliy qahramonlarimizni, milliy qahramonlarimizni targ'ib qilishga bularga tavsiya qildik. Tashrif davomida bolalar ishtirokida ma'rifiy tadbir ham tashkil etildi. Quvnoq she'rlar, ibratli hikoyalar va qiziqarli suhbatlar orqali kitobning inson hayotidagi o'rni haqida fikr yuritildi. Maqollar va tezaytishlar bolajonlarni xalq og'zaki ijodining betakror durdonalariga oshno etdi. Ayniqsa, Qo'g'irchoq teatri namoyishlari jajji tomoshabinlarda unutilmas taassurot qoldirib, ularning ma'naviy olamini boyitishga xizmat qildi. Men mana shu oromgohda dam olyapman. Bugun bizga ijodkorlar kelishdi, dam oldik, she'rlar eshitdik, Qo'g'irchoq teatri bo'ldi. Boshimdagi do'ppimni sovg'aga oldim. Biz bugun o'yinlar, maqollar, tezaytishlar, she'rlar aytdik. Sovg'aga boshimdagi do'ppimni yutib oldim. Targ'ibotchilar shuningdek oromgohlar dasturini o'rganarkan, mavsum davomida viktorinalar, kitobxonlik tadbirlari va turli ijodiy tanlovlar o'tkazilishiga qay darajada keng o'rin berilgani bilan qiziqdilar. Bu jarayonlar yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etish barobarida o'g'il-qizlarni turli salbiy ta'sirlardan asrash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidladilar. Yangi O'zbekistonning baxtiyor bolalari loyihasi doirasida bolalar oromgohlarida ma'naviy muhitni shakllantirishga qaratilgan ishlar davom etadi.